Men o'tgan safar sizga chizib berdim, o'sha rasmga olib izlaysizlarmi? Struktura chizganimizda, strukturada birinchi qo'yganman planlama, rejalashtirish bo'limi qo'yib. Rejalashtirish bo'limi bo'lmasa foydasi yo'q. Rejalashtirish bo'limi bo'lishi kerak. Nimaga? Sizning muammoingiz borligini aytib turish kerak-da. Sizlar qachon ishlayapsizlar, qachonki muammoga kirib qolganda ishlamayapti-da. O'sha aralashilishi, demak, ertaroq muammo bor deb sizlarga kelsa, mana 3 kundan keyin yoki 10 kundan keyin cho'kyapmiz deb turilsa, siz nimadir harakatni boshlayapsiz. Demak, bu normal holat. Endi buni nima qilish kerak? O'sha rejalashtirish bo'limi bo'lishi kerak. Endi sotuvimizni vaqtini ko'rishimiz kerak. Agar eplashsa, ularga o'tkazish kerak shu narsani, rejalashtirish. Nimaga ichkarini ham kontrol qilib berishsin. Ular tikuvchining ustida turish kerak emas. Ключевой 2-3 ta odamni qo'yib beramiz, kimdan nima so'ralishi. O'sha narsani so'rab turib,